Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube chorif ishqibozlari. Sizlar bilan Diyorus kanali. Bugungi sanamiz 2025-yil 1-aprel haftani seshanba kuni aziz obunachilar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharixon tumani Oldonbek mol bozoridan bo'g'ozchilar qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekran o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring videomiz sizlarga SMS tarz etib boradi. Aka bular necha oylikdan aka? Necha oylikdan aka? Nechinchisiya? Aziz obunachilar 3-siya tug'adi deyilyapti. 20 kunlik qoldi deyilyapti. Ammo chandillari ham zo'r ekan aziz obunachilar. Molimiz bo'yi 1.35 atrofida chiqadi aziz obunachilar. Bu qirg'izotchami yo rossiyskimi? Rossiyskiy aziz obunachilar. Mana. Bunga necha pul berishdi tog'a? 26 qilishdi. O'zingiz necha pul deyapsiz? 28 million so'm narx aytilyapti. 26 million so'm savdosi bo'layotgan aziz obunachilar. Aka, telefon nomeri aytamiz qalay? Aytamiz. Ayting. 88 88lik 322 10 10 30. Mana yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Aziz obunachilar. Ana ham sizdanmi? Buni ham kunligiga qo'yamiz tog'a? Kunligiga qo'yamiz buni? Bu 15 kunligiga qo'yan deyilyapti aziz obunachilar. Chandiromi go'zal ekan. Bu qirg'izdan o'tgan ekan aziz obunachilar. Toza shved. Mana yenilari ham 4 joyda ekan. Nechinchisiya bu tog'a? Ikkinchi qoringa deyilyapti. Aziz obunachilar, buni ham bo'yi 1.35 ashna chiqadi. Mana. O'dan ketishlar ekan. Qolganini qo'yavering deyapti. Necha pul deyapsiz siz tog'a? 35 kam bor deb. 35 million so'm narx aytilyapti. Orqa yonlilari 27 million 28 million so'm savdosi bo'lyapti. Mol hamma yo'q joyida. Bu necha oylik ekan? 9 oylik. Nechinchisiya? Ikkinchisiga. Ikkinchisi aziz obunachilar kunligiga qo'yan deyilyapti. Mana chandillari ham go'zal ekan. Molimiz. Aziz obunachilar, molimiz bo'yi 1.40 ashnaqa chiqib qoladi. Mana molimiz turishlari. Bunga necha pul berishdi tog'a? 32 million narx aytyapti, 27,5 qilyapti. 32 million so'm narx aytilyapti, 27 million 500 ming so'm savdosi bo'layotgan aziz obunachilar. Mana. Pulidan 5-6 million olib qolib sinashib berib olaveradi. Pulidan 5-6 million olib qolib sinab olaverar ekan. Ayting. 50lik 025 0030. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar aziz obunachilar. Yana boradi sizda. Bo'g'ozni xolagan turlaridan so'raverasizlar aziz obunachilar. Tayserob deyilyapti. Mana orqa yo'g'onlilari ham joyida ekan bu. 17 million 800 mingga olsang. Hojaga bu necha oylik ekan? Aka 8 oy. Nechinchisiya? Ikkinchisiga aka. Ikkinchisiga 8 oylik deyilyapti aziz obunachilar. Hozir tashab qo'y zo'rib qoladi. Rossiyskiga o'xshatgan janob. Bu sotildimi? Bir hafta bo'lyapti baliqni olganmiz. Yebordan tortib 200 mingga bo'lsak kelardi. Bitta foyda beradi. Qo'li 200 mingga bo'lsak kelardi. Ol bir ziyon qiladi. Yebordan tortib. Sotildimi? 200 ming so'm. 200 ming so'm kam 18 bo'ldimi? 17 million 800 mingga sotildi ana so'mashda 8 oylik. Molimiz bo'yi 1.25 plus chiqadi. Mana. Hojaga bu necha oylik? Nechinchisiya? 3-siya 8 oylik deyilyapti aziz obunachilar. Bu qirg'izdan o'tganmi, Messi shvedlardan bu tog'a qirg'izdan o'tganmi, Messimi? Messi shvedlardan aziz obunachilar. Mana yenilari ham. O'qiydi. Molimiz orqa yo'g'onlilari ham o'ta yo'g'on ekan. Bo'yi 1.30 plus chiqadi. Aziz kallaga e'tibor beringlar. Oshto'g'imga necha pul savdosi bo'ldi? 21 million so'm. O'zingiz necha pul deyapsiz? 25. 25 million so'm narx aytilyapti, 21 million so'm savdosi bo'layotgan aziz obunachilar. Oq tumshuq kallari ham o'ta chiroyli ekan molimiz. Hozir telefon nomeri aytamiz qalay? 93lik 93lik 112 24 14 14. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Bo'ladigan narsa ekan.
Oshtobi bo'g'ozmi? Necha oylik? Nechinchisiya? Ikkinchisiga 6 oylik bo'g'ozilyapti aziz obunachilar. Molimiz bo'yi 1.50 atrofida chiqib qoladi. Mana endi. Usti bormi oshtobi? Sog'may qo'ydingizmi? Nechinchisiga? Ikkinchisiga deyilyapti aziz obunachilar. Bu rossiyskiymi nima bu? Rossiyskiy sement talashlanadi. Bunga savdosi nechta bo'lyapti, to'g'ri? Katta bilan 31,5 ga bermaydi. Endi hozir 30 ga beryapti. 30 ga. Bo'yiz nechta bilyapti? 35 deyapman. 35 million so'm narx aytilyapti. 30 millionga o'tib bering deyishyapti aziz obunachilar. Mana. Mol o'ta go'zal ekan. Fermani mol aziz obunachilar. Orqa o'rinlari ham joyida mol. Chandillari ham endi soladi janob. Mana. Bu telefon nomeri aytiladimi qiziqqanlarga? Telefon nomeri aytiladimi qiziqqanlarga? Sotib yuboramiz har doim. Bo'ldi, bozoringiz bersin, xo'p. Aziz obunachilar, bu sigillarnicha kechroq kirib qoldik. Ashunchalik videomiz qisqa bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like, ekran o'ng tomonida obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomizlarga SMS tarz etib boradi aziz obunachilar. Xayr, salomat bo'linglar.